Assalomu alaykum hurmatli aka-uka, opa-singillar, barchaga xayrli kun. Boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin. 1-2 kundan beri ertalab yurishga chiqqan vaqtimizda efir qila olganim yo'q. Xo'p, bugun 12-kun yurishdamiz. Harakatdan to'xtamanglar. Harakatda davom etinglar. Kecha ertalab chiqa olmadim. Ertalabdan shu bomdoddan keyin qiladigan ishlarimiz chiqib qoldi. Yurganim yo'q edim, keyin obeddan keyin yurdim. Uni ham efir qila olmadim. Mana bugun yana ertalabdan davom qilyapmiz. Faqat jonli efir qila olmadim. Hozir video yozib kanalga joylayman. Ya'ni men harakatdan to'xtaganim yo'q. Harakatdan to'xtamanglar. Har kuni ertalab chiqib yuringlar. Diyetani buzmasdan olib boringlar. Bir oyda 7 kilogramm, 8 kilogramm natijani umid qilasizlar. Xudo xolasa o'sha natijani ko'rasizlar. Faqat har kuni ertalab kamida ham 5-6 ming qadam yursanglar, vazn zo'r ketadi.